Hozir endi 2023-yildan beri o'g'irlik qilgansan, ulab olgansan deb hozir men boshimni og'ritishyapti. Bular akti ko'rinmadi, shu kuni bordim men. 1.800.000 qarzingiz bor edi, to'labmay yonadi dedi. 2 million to'ladim. Endi hozir bilan uchastkovoyga chiqarishibdimi? 2023-yildan beri o'zi elektrik topib ulab olgan boshqaman. Shu kuni u bolaga aytdim, aka men elektrik tushunmayman, o'sha Jahongir aka kelgan 700.000 berganman, to'g'rilab qo'yiladigan bo'lgan dedim. Endi siz bilan gaplashdi. Hozir to'ladingizmi hozir? 2 million to'ladim men. O'sha 2 million bo'lmasam qatdan kelyapti qarzdorlik? Ulangan boshqa chiqsa dedim. Ulashyapti, nima qilishyapti? Ular qo'ldan qo'ldan kelmaydi, bilan meni o'zimga mayman. Yosh bolada u. 21 ga 22 ga kirgan. Hozir men unga qattiq desam, u yozadi meni. Hozir o'sha haligi 700.000 ko'rinmadi dedi. 700.000 sizga berganim ko'rinmadi dedi. 1.800.000 qarzingiz bor, o'shini to'lang yonadi dedi. Borib panetdan 2 million to'ladi. Endi hozir anaqa qilib yozib beribdi-da, uchastkovoyga yozib beribdi. 2023-yildan beri 1 so'm to'lamagan o'g'irlik qilyapti debdi. Men dedim o'sha aka kelgan nazar. Meni hozir aytasiz, meni uchastkovoyga chaqiradi. Meni bekor aytdi. Hozir meni hozir uchastkovoyga meni chaqiradi. Yo'q, men hozir sizni uchastkovoyga aytganim yo'q. Men sizni haligi bolaga aytdim, tumalaq siz bilan birgalikda portal yopgan kelganda ko'rganman. Sizdami? O'shanga aytdim, siz birga kelgansiz, taniysiz dedim. Ulab olganim yo'q aka dedim. Hozir ular o'zi ishdan chiqqandan keyin ular tan olmayapti. Men ishlamayapman, men tan olmayapti. Aka o'zingiz oldingiz aytdi-yu. Aka bo'lmasam men yurasiz dedi-yu. O'sha hali siz ulab berdingizmi dedi. Ha dedingiz-ki, ha bo'pti, o'zingiz gaplashaverasiz. Men aytdim, nima bo'ladi baqa desam, 1.800.000 to'laysiz. Qarzingiz o'sha svetingiz yonadi dedi, ketdi. Keyin men 2 marta 3 marta borib akt tekshirtirdim, bo'lmadi dedi. Hali chiqmadi. Bazadan chiqmaydimi akt qilsa? Ha, yo'q chiqmadi. Ha, o'sha bazadan chiqmadi, endi yo'q ekan deb turibdi, yo'q ekan. Keyin undan keyin ertasiga bitta sariq mana bo'yuzun bola keldi. U ham nazoratchi ekan, 1.700.000 qarzingiz bor ekan, uni to'lang dedi. Svetingiz yonadi, hozir to'lasiz, hozir yonadi dedi. Keyin men aytdim, hozir pulim yo'q dedim, ertaga oyligim tushsa to'layman dedim. Ertasiga borib panetdan 2 million to'ladim, yondi. Men aytdimki, bu mana dedim, portallarga yozganman, sho'chigim ishlamayapti, onlayn o'chmayapti deb yozgan qog'ozlarim bor. Dedim, ashna deb keyin dedim, u dedim, biz domimiz ashna bo'lib qolgan, u bu desam, hozir bular ba'zalar to'g'irlashib, hali men to'laganlarim yo'q qilishib, 2023dan beri to'lanmagan, o'g'irlik qilib kelgan, u bu deb viloyatlarga ana qilishibdi, yuristlarga chiqarishib. Shuni santas qilishyapti. Nima qilishyapti? To'lasam ham nima qilishmayapti deb o'ziga qarshi ariza yozib bering. Mendan pul talab qilyapti deb ko'ring, nigoti yo'q. Ko'tlikka ko't qilish kerak edi. Men misol o'g'il bolalik qilib berdim sizga. Akansa, men o'zim ishlaganimda dakansa turib berardim men. Men hozir ishlamayapman-ku. U ko'tlik qilishyapti hozir. Yo'q, men o'shini bilmabman hamda ishdan chiqib ketdim, ukam mana shunaqa deb maslahat qilganingizda o'shini to'g'rilab aytib, ko'rsatib narsa qilinar, bilmabman. Men ras keldi hali bola bilan. Men ham nimamda yo'q-da, u endi ularga ishonib yurgan bitta dasturxonda joy mashinani yeb yurgansiz, ishdan chiqsam o'zi xizmat qilishmayapti. Bitta joylarim bordi. Ana yordam qilib, haligi qilib yurdim. Aka, bunaqa echikaman dedim. Yo'qasandan chirpiyolar dedim. Normalni nima qilaverish deb cho'kuvdim. O'shandan keyin yo'q bo'lib qoldi. Ular yozuvchi bo'ldi. Hozir unga tezda meni hozir nima qilib qo'yadi. Shu kuni aytdim, siz bilan birga kelganiga men aytdim, o'sha Jahongir aka to'g'rilab ketgan, bilmayman qanaqa yoqqan, bilmayman, o'sha Jahongir aka yoqib bergansan. Bu Jahongir aka men kelgan joyga javob bermaydi, bat o'g'irlik bo'lyapti, u bo'ldi. Keyin siz telefon qilib qoldingiz.
Siz bilan gaplashdi. Yoqib berganmisiz dedi. Ha, dedi. Bo'pti, o'zingiz javob berasiz dedi. Aka, qarzingizni to'lab qo'ying, bo'ldi deb ketdi. Bordim men, borib polni tekshirdim. Bazada yo'qda, hech qanaqa akt yo'q. Keyin endi o'sha qarzdorlik ekanda 2 million jarima bo'pti-da, to'lab kelsam, hozir yana 7 million jarima qilib uchastkovoyga chiqaribdi. Hozir men aytdim, qanday dedim bu ishlamasa dedim, ham ulab olib 2 million to'lasam, ham jarima to'lasam dedim, qanday u dedim. Qayerdan keldi bu 2 million qarzdorlik desam, hozir elektrosvetlar 2 million to'lov bo'lmagan qarzdorlik dedi, chekini chiqartirdim. Sizdan yozib yuboring, narxi $100 talab qilyapti deb sizdan yozib yuboring. Siz bilan hali telefonlashayotganda, gaplashayotganda ikkovlaring o'shunda rasmga oldim, mana bo'ldi. Men tan olmay turaveraman, siz prosta mendan $100 talab qilyapti. Yo'q qilyapti, talab qilyapti deydi, kamida chiqib tashlaydi bu. Sen bunu santez qilyapti, u shu ishlamayapti, 2 million to'lagan, uni sizga deb ma'lum. Ha, bo'ldi aka, telefonlashamiz aka. Ha, meni endi qo'shsiz, meni tortib yuborishadi aka. Siz aka. Ha, bo'ldi, unda o'sha 700 da bo'lmasam u pul mullar haqida indamas ekanman, endi. Ha, u indamay qo'ying, uni nima qilib, qaytarib bering desa, men o'zimga qo'lga ham berib turaman. Prosta. Yo'q, men hozirga o'tib, men ishlamayman-da. Hozir meni tortadi, uchastkovoy qiladi, men nima deyman, qanot beraman qo'ymanga. Yo'q, aka, men qaytarib berishingizda bas, prosta o'shini men ishdan chiqib ketdim, uka, mana shunaqa deb aytdim. Hayolda yo'q dedi, o'sha hayolimiz bitta joylar bor, o'shalar to'g'rilab qo'ydim, u yerdan chiqib, o'zimizni kelib nima qilamiz, ular deyapti, ko'ryapsiz. Mani bola kelganiga, hali siz bilan birga kelib yurganiga, endi tanishingiz deb turib unga aytdim men o'sha aka kelib. Yo'q, bola hammasi.